Xo'p, mana aziz do'stlar, qalamchalarda ko'chirish boshlanyapti. Ustini yopib qo'ydik. Teskari solib turib ustini yopib qo'ydik. Keyin buni mana qilib bitta-bitta mana ekib chiqyapmiz. Hozir ko'rsatamiz mana. Boshladim. Xo'p, mana bu tomir chiqaribdi mana o'sha. O'sibdi ham. Yaniga sanchib qo'yganlarim. Buni tomiri chiqarmabdi mana. Bu rezamat otlarning kichkinasi bu. Qip-qizil bo'ladi. Do'stlar, ko'rib turganingizdek tomirlatish. Bugun nechi? 26. 26-aprelmi? 26-aprel. Mana do'stlar, tomirlatish. Zo'r tomirni dahshat otdi. Tomirni o'tkazib yuboribmiz ham pashti. O'tib ham ketib qoldi. Mana tomirlashni qaranglar. O'sha tomir dahshat bo'lib qo'yibdi. O'n qaranglar mana. Mana shuni ham tomiri ham ko'rinaqasi bor, qaranglar mana. Bo'lmasa nima bu? Tashavaradigan cho'pay bu. Qizil rezamat oti. Buni endi ekib chiqishimiz kerak. Mana do'stlar, mana shu holatda ekilsa juda ham go'zal holatda o'sadi mana. Bu tuvak ekilib qolsa bormi? Nihoyatda zo'r bo'ladi. Mana tomiri tomirlashni qaranglar. Juda ham tomir zo'r bo'libdi tomiri. Yaxshi o'tib ham ketib qolibdi ba'zilar. Tomirni qaranglar, tomir o'ta go'zal bo'libdi tomirlar. Mana tomir. Mana shunday ekiladi. Ko'mganda bunday ko'miladi. Nimagaki quyosh tekkanda yer isiydi. Yer isiganda tomir, rosa tomir chiqaradi. Shuni hisobiga tomir oladi, keyin buni qaytadan bunday qilib turib, mana shu joyni tuvagi bilan bunday ko'mib qo'yiladi. Mana qilib. Bu so'radi. Mana qilib. To'xtatdingmi? To'xtat. Ha do'stlar, buni manaqasi ko'milgan. Bu holatda ekiladi, ya'ni tomirni qaranglar. Bu yerda ham tomiri bor mana. Endi buni sekin ajratib, shashilmay tomirini ajratib ekamiz endi buni. Bo'lmasa boshlaymiz. Bismillah. Chekalari moya mana tomiri bor, qarang. Chekasidagi cho'paylar. Chekalariga tomirlar kirib ham ketibdi mana. Bu tomirlarni tek qo'ysangiz ko'karib ham chiqadi bular. Xo'p, mana. Mana bu tashavaradigan cho'paylar ham ko'karib ketgan. Buni sindirib olamiz. Maydan o'sadi, mana tomiri bor, tayyor. Buni sekin ajratib chiqish kerak. Mana do'stlar, tomirlatish qaranglar, juda go'zal holatda tomirlabdi, zo'r o'sib qo'yibdi. Mana shunaqa qilinsa ham, mana ko'rib turganingizdek tomirlar juda ham bir chiroyli holatda. Berinchi o'rin. Xo'p. Mana shu holatda juda ham bir chiroyli holatda tomirlabdi, mana ko'rib turibsizlar. Lekin yerga sanchib o'stirgan ham bir hisobda yaxshi ekan. Bir yo'lib sanchib o'stirgan ham bir hisobda yaxshi ekan. Chunki mana monovi sinib qoldi mana. O'sha necha kech qolib ketibdi. Ertaroq ekishim kerak edi ekan. Hop. Yerga sanchib qo'ygan ham bir hisobda yaxshi ekan. Buni qilib tomirlatgandan ko'ra. Ya'ni ko'pchilik shuni qilayotgani uchun men ham qildim. Ko'rib turganingizdek natija yaxshi, zo'r. Gap yo'q, lekin buni ajratib olgunizcha vaqt o'tar ekan, ammo tomirlar uzunligini qaranglar. Uzun tomir. Tuvakka pramoy sanchigan ham yaxshi deb o'ylayapman menimcha, chunki to'g'ri o'sib ketadi-yu, lekin
Mana ko'rib turibsizlar, tomirlari ham picha sinib qolyapti. Mana ozgina tomirlari sinib chiqyapti lekin zo'r tomirlaydi ekan. Mana tomirlari sinib qolish chataq ekan. Endi buni to'g'ri bilgan odam qiladi, lekin birinchi qilishimiz hozir buni mana holatda ekiladi, chunki mana bu ikkita tomiri bor. Mana holatda o'sadigan holat ekan. Buni bir 15-20 kun oldin ekishim kerak edi. Meni vaqtim bo'lmay qoldi. Chunki xitoylar bilan tarjimonlik qilib yuraman, shuni hisobiga vaqtim bo'lmay qoldi. Endi vaqtim bo'lganda ochdim, mana 15 kun yutkazib qo'ydim. Ertaroq qilish kerak ekan. Buni sekin mana shunaqa qilib chiqarib olamiz endi. Qani, ketdik. Boshla. Mana shunaqa qilib tomirlatib eksa ham bo'lar ekan mana. Birinchi marta qilishim. 1,5 oy turdi ko'mganimdan keyin. 1 oydan oshiqroq turdi pastda. Buni endi buni teskari, manaqasi ekilmaydi bu, manaqasi ekiladi. Bu teskari turgani uchun teskari ko'karib ekkan. Ko'rib turibsizlar, tomirlashdi. Tomirni qaranglar, tomirni go'zal. Ammo zo'r bo'lar ekan buni qilsa bir hisobda. Avj olish tezroq bo'lar ekan. Bir hisobda avj olish tezroq, yaxshiroq bo'lar ekan. Tavsiya qilaman. Erinmasdan mana shunaqa qilish kerak ekan. To'xtating. Tomirni qaranglar. Tomirni qaranglar, har taraflama tomir chiqarib bo'lgan. Uchadi buni bu yog'i, ehtiz uchadi mana bu. Buni bu yog'i ehtiz uchadi mana. Prosta ekayotganda shashilmay ekish kerak. Qo'ygandan keyin ustidan turpoq tashlash kerak, mayin turpoq. Bo'lmasa mononi bunday qilsa sinib qoladi, bunday qilsa saliga sinib qoladi. Shuni hisobiga shashilmay ekish kerak. Bitta ekib olsa, o'zi suv quyganingizda tiran bo'lib qoladi, o'zi tushib oladi. Mana qarang, tomirni qaranglar, mana bu tomirlar o'sganini qaranglar. Mana go'zal, mana qaranglar, mana shu o'sadi, sirazi meva qiladi mana. Mana o'satda sirazi ochilmagan g'unchasi o'sib turib sirazi mevaga kirib ketadi. Chunki tomirni ko'ryapsizlar, tomiri yetarli. Tomir bormi? Buni bu yog'i o'sib mevaga kiradi, mevasini pishirib yuboradi kuzga davr. Tuvak eksa maza qiladi, mana shu holatda tuvakda pishaveradi. Yerga olyapsanmi menimi? Chiqyapmanmi? Mana do'stlar, tomirni qaranglar. Agar buni tuvakka o'tkazib, suvni quyib qo'ysanglar, sirazi meva shax chiqarib turib meva ushlaydi. Chunki buni mevasi hali kurtagi hali uxlayapti. Tomir chiqargan, kurtagi chiqarib meva qilishni boshlaydigan holatda turibdi mana. Bugun aprelning nechisi? 26-aprel. Ko'rib turibsizlar. Kecha kech qolib ketdim, ish bilan bo'lib qoldim. Shuning hisobiga endi ochdim. Xudo xolasa mana ekamiz buni bu yoqqa uchadi, zizzilab olib. To'xtating, ekishini ham ko'rsatamiz. Xo'p, qarang do'stlar, bo'lmasam boshladik. Mana buni o'sishini qaranglar mana. Buni endi bunday qilib ekib qo'ya qolamiz buni. Mana shu holatda ekib qo'ya qolamiz. Mana. Chunki bu tomiri tepalarida ham tomiri bor ekan. Shuni hisobiga buni ko'mib qo'yamiz, o'zi bunday naycha ko'karib chiqaveradi. Bu ham mana buni ham mashhur mono holatda ko'mgan ekanman. Demak, bu holatda eksam bo'laveradi. Chunki bunday holatda bo'lish kerak edi.
Endi buni unaqasi eksam ham, bunaqasi eksam ham farqi yo'q bo'laveradi. Chunki mana novdasi teskari yur bo'lgan. Endi buni teskari ekib qo'yamiz shekilli desam bo'lmayapti mana. Buni ham mashq holatda ekamiz ekan. Novdasi o'zi sekin tepaga qarab yurib oladi. Yo bo'lmasam boshqa novda chiqaradi mana bu joydan. Chunki buni novdasi tepa tomonda bu teskari ko'milgani uchun teskari o'sib qolganicha kech qolgani hisobiga tomirlarni ko'mib qo'yamiz. Endi bu mana bu ham mana shu holatda. Mana shu holatda ekiladi. Buni ham mana shu holatda ekamiz. Bunisini bu ham o'sha qalamcha hisobiga ketaveradi bu ham. Buni sanchib qo'yamiz. Mana do'stlar, mana shu holatda tomirni ehtiyot qilib ekilaveradi mana. Tomirni ehtiyot qilamiz. Tomir sinib qolmas kerak ekayotganda. Bu ham o'sha tepaga qarab o'syapti ekan. Tomiri noto'g'ri ketib qolgan. Ko'mib qo'yamiz, o'zi yerda tomiri chiqib ketaveradi. Agar tomir tepaga yuraversa, unda tepada ko'karib ketaveradi, ziyoni yo'q. Ana. Birinchisini ekib oldik. To'xtatingchi. Xo'p do'stlar, mana bu ham mana bu holatda tomiri mana yerdan maydan chiqaryapti. Bu pastga ketib qolgan bu ham. Bu ham o'zi chiqib oladi tepadan boshqatdan. Buni ham mana shu ko'rinishda mana shu holatda ekib qo'yamiz. Mana buni mana bu holatda ekiladi. Tomirasi chiqaryapti mana. Derazada turuvdi o'g'lim. Gapirmay turingda ozgina, maylimi? Hech ish qilyapti uyda biz. Mana buni mana shu holatda o'sha tomirlari bor. Xudo xolasa buni bu yog'i g'izzilab olib o'sib ketadi degan umiddamiz. Mana shu holatda videoda olib to'xtatdim. Do'stlar, mana shu holatda davom etilaveradi ekilishlar. Ekib ketilaveradi. Bu yerda yana ancha ko'chatlarimiz bor. Xudo xolasa shu holatda ekilaveradi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa bularni ekkanimizdan keyin, chiqqanidan keyin hosillari bo'lsa yo bo'lmasa o'zini qanaqa o'sishlarini ko'rsatamiz. Bu yilcha bu o'sadi. Hosil qilsa qilmasa bu o'stiramiz bu yilcha. Mana bular sanchib qo'yganimiz yerga prosta sanchiliq turibdi. Mana mevalari bor, o'sha mashincha o'sib bo'lgan. Lekin bular tomiri bunchalik bo'lmasa kerak. Bular tomiri bunaqa ko'p bo'lmasa kerak. Chunki mana holatda tomirlatib olish asosiy rol o'ynaydi. Tomirlatib olish juda tezroq rivojlantirish uchun mana shu holatda qilinadi. Mana bu holatda olinadigan bo'lsa, mana buni tomiri yo'q. Do'stlar, buni tomiri yo'q, o'sha o'syapti bu. O'sish jarayoni boshlavergan, mana meva ham qilgan. Bu tomiri yo'q ko'rayotgan bo'lsanglar. Bu uzumlar qachon tomir chiqaradi-yu, qachon meva qiladi. Hali tomiri yo'q bular. Lekin novda o'syapti. Bular o'sib ketadi. Bular o'sib meva qiladi, lekin bu meva qilgani bilan meva ushamaydi birinchidan. Ikkinchidan bu yerga sanchilgani 1 yil ichida qaysinisidir tezda o'sadi, qaysinisidir sekin o'sadi. Shuni hisobiga mana buni rivojlanishi o'ta tez bo'ladi. Chunki buni tomiri o'zi bor. Bu uchadi bular. Tezligi o'sish bo'yicha bulardan ko'ra mana bular juda ham tez rivojlanadi. Aziz do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Biz sizlarga har xil shunaqa videolar chiqarishda davom etamiz. Bitta layklarni bosib, qo'llab-quvvatlashni esdan chiqarmanglar. Hammaga rahmat.